Assalomu alaykum, efirda tezkor yangiliklar, so'z va mikrofonlar qarshisida Umidjon Usmonov. Sport yangiliklaridan boxabar bo'ling. Yurtimizda quvonchli xabarlardan yana guldasta hadya etilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston milliy terma jamoasi Qatar bilan kechgan bahsda yirik hisobda 3-0 hisobida yurtimizga g'alabali seriyalarni davom etmoqda. Shu sabab bilan yurtimiz Toshkent shahrimiz ko'chalarida bayram tadbirlari davom etmoqda va e'tibor bilan qarashingiz mumkin, stadionlarimizda bironta ham O'zbekiston bayrog'i qolgani yo'q. Ana endi voqealar Toshkent shahar ko'chalarida bo'layotgan jarayonlar bilan tanishing. O'zbekiston futbol bo'yicha milliy terma jamoamiz hamda Timur Kapadzega olam muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Zero biz o'zbekmiz. Bizga g'alabalar yarashaveradi. Sizlar bilan Umidjon Usmonov, Sayfiddin Odilov va boshqalar bo'ldi. Zeyalpiz kanali uchun maxsus voqealar rivojini bizning kanalimizda kuzating. Pagnali!